Tug'ilganlar 6-da, 15-da, 24-da va kim tug'ilgan kunda 6 raqam ko'p bo'lsa, ular ham bu dunyoga ular zavqlanish uchun, ya'ni rohatlanish uchun kelganlar va ularga pul faqat qulaylikka, ya'ni komfort uchun kerak bo'ladi. Bu dunyoga ular faqat ishlash uchun kelmaganlar. Aytgancha, bu odamlar dunyodagi eng kam odamlar bo'lishadi. Ko'rsatuv bo'yicha 3% gina insonlar bo'lishadi. Va bu insonlarni jamiyat olmosi deyishadi, ya'ni brilliant nash общество deyishadi bularni. Ular bu dunyoga, ya'ni dam olish uchun kelganlar, ya'ni kayfovat qilishlari uchun kelganlar, rohatlanib yashashlari uchun kelganlar, yanada ham chiroyli, yanada ham go'zal narsalarni yaratish uchun kelganlar. 8-lar esa ular bu dunyoga kelishgan umuman teskarisi. 8-da, 17-da va 26-da va kimni tug'ilgan kunda 8 raqam ko'p bo'lsa, ularda ham shu energiya bor. Shutkor qilmoq, ya'ni paxat uchun, ya'ni ishlash uchun kelganlar, qanchalik ishlari qiyin bo'lsa, shunchalik 8dagilar ko'p pul topadi. Va ular moliyaviy dunyoni boshqarish uchun kelganlar. Ular qancha ko'p ishlasalar, shuncha ko'p pul topadilar. Aytgancha, 6dagilar uchun pul osonlikcha keladi, ya'ni через легкость keladi pul. 8dagilar esa faqat ishlash uchun kelgan bo'lishadi. Aytgancha, 6dagilar esa bu dunyoga faqat rohatlanish, ya'ni zavqlanish, ya'ni kayfovat qilish uchun bu dunyoga kelgan bo'ladi. Agar siz bu dunyoga nima uchun kelganingizni bilmoqchi bo'lsangiz va qanday vazifa bilan, unda sahifamga obuna bo'ling, izohlarda sovg'a sizni yozib qoldiring.